Oy oldi, mana shu elektrический pogрузчик olib kelganimizni ko'pchilik kommentariyada yozishdi. Bu texnika musor salyarkani kuchini bermaydi, ishlamaydi, ish bermaydi deb. Akalar, mana birinchi texnikamizni olgan mijozimizga, ya'ni ikkinchi texnikamizni ham elektrический pogрузчигimizni sotamiz. Bugun olib chiqib ketishyapti. Mana shu shofyorlar tekshirib ko'rib, akamiz hamma joyini ko'ryaptilar. Xudo xolisa akalar, bu texnikalar elektrический kelajak, ko'ryapsizlar, salyarkani narxini, gazni. O'shaning uchun qo'rqmasdan bemalol zakaz qilsangiz bo'ladi. O'zimizning servisimiz bor, xitoylik mutaxassislarimiz hammasi shu yerda olib kelib qo'yganmiz. Undan tashqari 100 ga yaqin salyarkali texnikalarimiz ham bor akalar. Korxona bilan biz ancha yildan beri hamkorlikda ishlaymiz. Xudo xolisa mana elektrический pogрузчикni mazasini bilib, endi 10 ta tigach, 10 ta samosolga do'g'or qilganmiz. U ham aprel-may oylarining oxirigacha kelib qoladi. Kimga agar shunaqa texnikalar qiziq bo'ladigan bo'lsa, kelib bizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Servislar bilan qilib zo'r xizmatlarni qilib beramiz akalar. Mana texnikani haydab, ko'rib, tekshirib olishyapti. Xursandlar ekan, maza qilib yaxshi kunlik ishlatsinlar. Hammalarga nasib qilsin shunaqa texnikalarni kelib, Texnika Advance Service kompaniyasidan xarid qilish. Qanaqa ekan aka? Ishlashi. Birinchisini qanaqa ishlatyapsizlar? Olib ketganinglarni. Aksel bo'shlayapti, yaxshilik uchun mana ikkinchisini olib ketyapmiz, xudo xolasa. Yaxshi kunlik ishlatyapti. Rahmat sizlarga katta. Agar kimga shunaqa texnikalar qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi akalar. Texnika Advance Service kompaniyasi har doim xizmatingizda.